Do'stlar, mana bu registratsiya. Rossiyada yurgan musofirlar buni juda ham yaxshi biladi. Ba'zida bor bo'la turib, ba'zida yo'q degan so'zni eshitib mentlardan shtraf to'lab yurganlar ham bor. Yo'q emas. Do'stlar, nima demoqchiman? Kecha o'zimda aka xonim mentga tushgan ekan. O'zi registratsiyasi yaqinda qildirganda, unga nima deganmish? Registratsiyang ba'zida yo'q deb ko'rsatgan emish. Familiyasini aytaman, ismini aytmayman. Familiyasi Niyozov. Ruschasida bilasizlar do'stlar, yo'q harfi bo'ladi, tepada nimasi bo'ladi o'zini. Yo harfini, undan tashqari o ham deb o'qiladi. Kecha planshetdan tekshirgan akaxonni, tekshirganda Niyozov so'zini Niyezov deb tekshirgan. Do'stlar, shunaqa hollarda bemalol sizlar ism familiyalaringni planshetdan ko'rib olib do'stlar, tekshirib, ba'zida bor yo'qliklarini tekshirib olishga do'stlar huquqlaring bor, yo'q emas do'stlar. Undan tashqari shunaqa original registratsiyalar kerak bo'lsa do'stlar, yozsalaring menga o'zimni akam qilib beradi. Lishni original bazadan chiqadi. Undan tashqari har hafta bazadan tekshirib ham beramiz. Videoni do'stlar shunaqa registratsiya izlab yurgan do'stlaringga hamda registratsiyasi bazadan chiqmayotgan do'stlaringga yuborib qo'yiladi do'stlar. Musofirlar ehtiyot bo'lib yuramiz do'stlar. O'shanaqa hollarga tushib qolmasliklaring uchun meni mana videomni ko'rib turibsizlar. Meni tanigan hamda tanimaganlar mana tanib oldilaring. Videoga like bosamiz do'stlar. Menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.